Qadrli obunachilar, videoni boshida muzika bilan boshlashimizning sababi bor. Shuni sizlarga tushuntiraman. Mol oyab turganlaringda, sotyab turganlaringda nasib deb o'ylar, unaqa ololmasalaring yo boshqa hisob qo'ysa yo nasib qilmasa bo'g'ilib siqilmanglar. Yugurgandiki bo'lmaydi, buyurgandiki bo'ladi. Alloh nasib qilsa keyin olasizlar o'sha narsani. Men taniyab turgan, meni tanigan ba'zi bir aka-ukalarimizga tegishli-da. Men Kakpalojni taniyman. Arqadan gap gapirib yo boshqa qiladigan o'sha akalar bor, o'shalarga tegishli emas. Yugurgandiki bas, buyurgandiki. Aniq shu narsaga tiniq javob. Alloh nasib qilsa keyin olasizlar, bo'lmasa ola olmaysizlar. Videoni boshlaylik. Assalomu alaykum hurmatli Chorva zona obunachilari, bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan qadrdon opa, uka, aka, singillar. Xudo xolasa sizlarga juda ham bir chiroyli, surt toza, tiniq narsalarni olib kelib qo'yganmiz. Shularni cho'pga qilib syomkasini qilamiz. Sizlar tomosha qilasizlar, narxlarni ham chiroyli qilib, arzon qilib qo'yamiz, qo'ldan kelgancha, bozor holatiga qarab. Oldindan birovga va'da berilmadi, lekin qo'ldan kelgancha arzon chiqarishga harakat qilamiz biz. Bozorga qarab. Sizlar videoni oxirigacha ko'rib, tirs lashni bosib turasizlar xolos. Videoni boshida bitta lashni bosib qo'yinglar, bo'ldi. Qolganini sekin kuzataverasizlar, faqat oxirigacha ko'ringlar. Oxirida qanday nimadirlar bo'ladi, o'sha holatlarni ko'ringlar. Yarmigacha ko'rib telefon qilmanglar. Bir bosh ko'rib o'ylar video. Bizda hozir ko'r bosh buqa, mana cho'q og'zini oxirdan uzmaydiganlaridan ko'r bosh buqa, ikki bosh xunajinimiz bor. Hozir yana bitta joyda mana shunaqa buqacha kelyapti. Mana shunga rosa par, bundan sal baquvvatroq ham. Ashuni ham qo'shib yuboramiz. 5 ta bo'ladi. Vahshiy tutga to'ygan chiroylisidan kelyapti. 5 ta hozir ko'r bosh buqa, ikki bosh xunajini bor. 3 ta xunajini bor, 2 ta bor. 4 ta novvosda, 3 ta xunajini. Hozir yana bitta novvosda kelsa, 5 ta novvosda chiqadi. Mana, ko'ringlar. Xunajini videoda ko'rib, topganlarga malades deymiz. Chunki xunajinlar ham novvosga o'xshab ketgan-da. Turishini ko'rsalarning haqiqiy buqa deysizlar. Uni qaranglar, ana qaranglar, ayiq polvoni. Anasi urug' bor. Yo olib kelajagini yaxshi qarab, yaxshi mehr bilan boqsalaring, chista zotga tushaveradi. Mana shipiradigan bo'lib ketyapti, mana bor, mana uni. Uni qaranglar. Mana. Bu xolasa, novvoslarni bitta ko'rsatamiz. Mana. Yaxshilab ko'ringlar. $802 shunaqa ekan, 9802 ekan. Ko'rib oling, buqa. Biqillar hosil yotibdi. 1984. Xunajin mana shu 1984 xunajin. Mana. Ko'ringlar. 1984. Kesdim. 1984. Kichkina to'y ham buqacha. Bu ham buqacha. Arqangizda mana shu ham buqacha mana. Ama yomonadan savob buqalardan qaranglar. Arasa sutga to'yib polvon bo'lib qolganlarni. Novvotrang ham buqa mana. Meni eslasalaring, Novvotrang buqam bo'lardi. Buxorodan ko'p kuzatganlar obunachilarim biladi. Novvotrang buqamiz bo'lardi. Nomi Baraka edi. Dadam o'zi yolib boqqan, yaxshi boqqandi. Bitta namanganlik akaga shu xunajinlarga qo'shgani, sotgani deydi. Zotga. Adashmasam Instagramda ko'rdimki, qayerdadir ko'rdim, $10,000 sotilibdi. Agar men adashmayap turgan bo'lsam, o'sha buqa $10,000 ketdi. Novvotranga ham narxlar kuchli. Qachonki zoti yaxshi bo'lsa, shu zoti kuchli, chiroyli, yaxshi narsalarni olib kelganmiz. Yaxshi mehr bilan qarab, Allohga tavakkal qilib olsalaring, Xudo xolasa $10,000 buqalar. Xo'p, yoshlar keladigan bo'lsak, yoshlari eng kichkinasi 4,5 oylik. Mana.
4,5 oylik pochka uni. Og'ziga haydab beraman. Soq kuygan mana toza nasl sutga to'ygandan og'zida mana ko'shani yuritdi. To'liq o'tga kirgan, unaqa orqaga qaytib ketdi, boshqa bo'lmaydi. Laqab to'mbalaji bu. To'mbalaji bu qochani hech pulga berasan sizlarga kelishaveramiz. 4,5 oylik bu qocha. Hop, mana ulari mana. Bir no'otrang buqa, ola buqa, etcha. Mo'va xonaji mana qizil xonaji olganlar qilib qizildan. Mazza qilib sigir qilaman deganlarga mana. Yinlarni qaranglar, ota ketdi. Asha bu ashlar greta bir 6 oylik, 7 oylik atrofidagi mo'vacha xonajilar. Ashlar bir 6 oylik yo'laverasizlar asharni. 1 2 3 4 ta. Mana bir 8 oylik xonaji mana. 8-9 oylik atrofidagi xonaji mana. O'ta ham chiroyli kelib qo'ygan. Mazza qilib olaman. Zo'r bo'ladi ham. Ular raqami 1999 ekan. Mana ko'ringlar. O'ta gigant sigir ular, xudo xolasa. Bularda tay zoti enalariniki. Germanskiy. Bunaqa Avstriya emas, Germanskiy bular, xudo xolasa. Narigi baraka sotib olgan uruqqa sotgan o'g'osiman German. Bularning enalari German emas. Adashmayib turgan bo'lsam shu Germanskiyda bolalar. Avstriya semental bor, Germaniya semental bor. Men farqi bo'ladi jicha, lekin bir-biridan ko'p farq emas, jicha farq qiladi. Mollarga ko'rib turibsizlar, mana oxirdan kallasini ko'targan. Bitta bo'lib qoldimi? Bu ham shu 8-9 oylik atrofida xonadi. Alohida. Buni ham bir qator ko'rsating. Nol 311 ekan. Endi qarang. Bo'yiga keladigan bo'lsak, mana shu xonajim bilan shu xonajim 120 chiqadi. Kayfalojni keladi. Behjolat aytaveraymi, mana men ochiq oydin bo'lsin tabiatda. Lekin kelgandan keyin 110 kelib qolmasin yoki kichkina ko'rinmasin. 120 keladi, to'g'rimi? Plus minus bor 120. 120 plus minusda. Ammo zotiga behjolat, unaqa nima bor. Endi mana ularni 115 yo'laverasizlar akalar. 115 plus minusida bor. Umuman lentalar o'lchab ko'rganim yo'q, 115 chiqaveradi. Xudo xolasa o'ta ham bir baquvvat cho'tki narsalar. Mana shu ham 115 ga borib bormaydi. Sizlar 112 chiqadi. Umuman nazar qilib xonazim qilaman deganiga. O'ta ham chiroyli xonazim bo'ladi, to'g'ri? Juda kuchli, juda ham bir chiroyli boshqacha narsa bo'ladi. Quloqlarni qaranglar, shalpon quloqlar. Eslatib, Rossiya qozoqning moli bas bular. Rossiyadan kelgan, Qozoqdan kelgan, bozordan kelgan mollar bas. Fermani o'sha pulning zotlardan. Bunimizni bo'yi 1.5 bormi? 1.5 keladi. 1.5 keladi. Ona kelajak zo'r narsa bu. Uruqqa yaraveradi. Yoshini etdik, bo'yini etdik. Bu 5 bosh xonajim, 5 bosh buqacha bo'ladi bizda. 3 ta xonajim bo'ladi. 5 ta buqacha, 3 ta xonajimimiz bor. Xo'p, narxlariga keladigan bo'lsak, narxlari 23,5 milliondan 23,5 milliondan boshlanadi. Mana 23,5 milliondan boshlab 32 milliongacha mol bor. 23,5 milliondan 32 milliongacha mol bor. So'raverasizlar, kam ketdigina jicha-pichasini o'tib beriladi. Unaqa men nima deydi? Katta rentlar olayotganmiz, yopishtirib yetyapmiz. Jinday kamini qilib beramiz. 23,5 dan 33 milliongacha mol bor. Xo'p, endi optimaga necha pulga berasiz deganlarga. Optimga hammasini bitta joyga, mana shu yana bitta qo'shiladi, 5 ta buqacha, 3 ta xonajimda olaman, 8 ta molini bitta joyga olaman, baraka qilib olaman deganga 29,5 milliondan ketaveradi, xayri bo'ladi. 29,5 dan xayri bor. Xudo xolasa chiroyli qilib beradi. Kelib, ustida ko'rib, bemalol hammasini bir tanijoni bilan, bir yurish-turishi bilan ko'rib olaverasizlar. Kelganlardan keyin tashab ketadigan mol yo'q bu yerda. Nima deydi? Qulay mol yo'q-da. Lekin biz qarab,
betini tarab, bo'yniga lenta taqib, boshqa qilib chiqarganimiz yo'q. Bunday tas video qo'yardik, yeyib turgan joydan. Ertalab silosini tashladik, videoni boshlab yubordik. Qorni ham to'ygan yo'q hali mollar. Ko'rib turibsizlar, oxiridan kallasini ko'targan yo'q. Haydar zo'r qotishyapti mollarni. Kasal mol bo'lsa, oxiridan mana da shuncha yer turadi mana. Hamma xudo xolasa kallasini oxiriga tiqib qo'yganlar. Bu sifatga, zotga, cho'tga e'tibor bergan bilan sog'lig'i chataq bo'lsa, yemasa, u mol bo'lmaydi. Asosiy narsa yeyishda. Yaxshi yeganini olaveringlar, yaxshi bo'laveradi. Xo'p, manzilimiz Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida. Nomerlarimiz 91-159-4050. Operator bir qator fonni yana bir qator ko'rsating, keyin videoda tugatamiz. Qator ko'rsating. Oma oyoqlari ham to'sinday yo'q. Istagan tuyoqlarni ham bir qator olib qo'ying. Zotiga behijolat, qanday bozor narsasi bas. Orqalarini o'ng karobkalar cho'q ketgan. Mana shu Mo'g'ulchalarni ham kim olsa baraka topadigan. Men ayniqsa mana unisi. Zeriktriya kelgandan beri to'g'ri kelgan mol desa kerak. O'sha urug'bob narsa bo'lar ekan. Qilog'ini qanday osilib ketgan. Qator ko'rsatdingizmi? Xudo xolasa mollar ko'rdilar. Kimga yoqqan bo'lsa, gaz o'zimiz ham, molimiz ham, o'zimiz ham kimga yoqqan bo'lsa, xonadonimizda darvozasi katta ochiq kelaverasizlar. Kelib, ustida ko'rib, ko'ngillarni jaz etsa beramiz. Muhimi o'zlaringga yoqsin mol. Oyat turgan mollarni o'zlaringga yoqsin. Video davomida xato va kamchiliklarga yo'l qo'ygan bo'lsak, noto'g'ri gapirgan bo'lsak, uzr so'raymiz aka-ukalar. Xudo xolasa bundan-da chiroyli, bundan-da yaxshi mollarni olib kelib sotishga harakat qilamiz. Bittadan lakni bosinglar, simental ishqibozga jo'natib qo'yinglar. Hali videoni boshidagi narsani shunday olib turib videomizda o'sha kerakli odamlarga tashab qo'ysalar ham o'zi o'qib oladi. Nasib bo'lsa keyin olaman ekan deydi. Sog' bo'ylar, salomat bo'ylar. Faqat sizlar bilan yaxshi kunda, yaxshilikda ko'rishish nasib qilsin.